Muhammad, bilaman sen shu yerdasan. Chiq bu yoqqa. Bu yerda emas ekan. O'rgimchaklikni butun turibdi. Yerga katta in qo'yibdi. Yo'q, ular bu yerda emas. Shimolga, Yasribga yuramiz. Allohning qudrati cheksiz. U zot Muhammad alayhissalomni mana shu nozikkina o'rgimchak turi bilan qutqarib qoldi. Abu Bakr Siddiq g'or ichida Nabiy alayhissalomni islomning taqdirini o'ylab qo'rquvdan titrar edi. U zot esa komil ishonch bilan mahzun bo'lma, Alloh biz bilan deya pichirlardilar. Madinada esa musulmonlar qalblari xavotirga to'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kelishlarini intizorlik bilan kutar edilar.